Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan men Reda. Obunachilar, bugun sizlar bilan daraxtli uy. Men bu daraxtli uyni atiga 3 kun qurdim. Juda ham qiyin bo'ldi. Hozir men buni sizlarga ko'rsataman mana. Juda ham katta. Bu daraxtli uyga undan necha ball berasizlar? Sizlarga yoqdimi? Juda ham katta qilib qurdim. Buni ichini hozir sizlarga ko'rsataman. Xo'sh. Mana bu yerdan kirsa bo'ladi. Eshik ochiq qolibdi, mayli. Xo'sh, bu uy juda ham baland. Bu eshikni yopib olay. Mana bu yerdan tashqarini ko'rib o'tirsa bo'ladi. Bu narvondan tepaga chiqib olamiz. Juda ham tepada qurganman. Aytgancha chiqish joylarda ham deraza qurganman. Juda ham chiroyli bo'ldi degan umiddaman. Xo'sh, bu yerlarni ko'rsataman endi. Bu tepada chiroyliroq bo'lib tursin deb shunaqa qo'ydim. Va ozgincha mod qo'shdim. Chiroyli bo'ldi degan umiddaman. Bu yerda mana bunaqa narsa qo'ydim. Chiroylimi? Bu yerda tersa. Iloyim. Mayli. Xo'sh, endi bu yerni ko'rsataman. Bu yerda chiroq turibdi, yoritib turish uchun. Xo'sh, bu tarafga o'tamiz. Bu yerda ham ozgincha dekoratsiya qo'shganman. Juda ham chiroyli bo'lgan degan umiddaman. Bu yerda esa kir mashinka. Xo'sh, bu ham modlardan bittasi. Xo'sh, bu yoqqa o'tsak, mana. Bu yerda taxtacha va pichoq. Xo'sh, mana bu yerda kiyim olsa bo'ladi. Bu yerdan aylanib, aytgancha bu yerda versak va pechka bor. Bu yerdan aylanib, yana o'sha joyga keldik. Xo'sh, endi qaytib bu joyga chiqamiz va ikkinchi etaj. Xo'sh, endi bu yoq. Bu yerda svet, bu yerda esa kitob o'qish uchun, ya'ni narsa-da. Xo'sh, bu yerda tashqarini ko'rib turish uchun deraza. Bu yerda kitoblar. Men kitob o'qishni juda ham yaxshi ko'raman. Xo'sh, 3-etajga chiqamiz. Aytgancha bu yoq. Bu yerda ham pechka. Xo'sh, bu yerda terza bor edi-yu. Sinibdimi nima? Mayli, keyinroq to'g'rilayman. Xo'sh, aytgancha mana bu yerda terza va chiroyli joy. Mana bu yerda gul bor. Bu gulga necha ball berasizlar? Bu gul menga juda ham yoqdi. Chiroyli gul ekan. Xo'sh, juda ham chiroyli, qaranglar. Menga juda ham yoqdi. Xo'sh, endi bu yerlar. Xo'sh, birinchi bo'lib qayerdan boshlasam ekan? Xo'sh, aytgancha bu yoqda lampa va mayli, bu yoqdan boshlayman ko'rsatishni. Aytganimdek, men kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun o'zim uchun alohida joy taxlab qo'ydim. Bu yerda esa nimadirlar. Xo'sh, endi bu yerda katta gul va bu yerda javon va kitoblar, yana nimadirlar. Bu nimaligini bilmadim. Chiroyli turish uchun qo'ydim. Ya'ni sachoqmi nima? Bilmadim. Mayli. Mana bu gul ham juda chiroyli ekan, katta. Xo'sh, bu yerda mana shu narsalar. Xo'sh, bu gullar ekan, tagida nima bor ekan? Mayli. Va nihoyat mening xonamga yetib keldik. Mana bu yer mening xonam. Bu yerda kravat va mana bu yerda kiyim osaydigan, bular kitob qo'yib o'qiydigan. Bu yerda kitob qo'ysa bo'ladi. Mana bu yer eng zo'r joy. Tabiatni maza qilib tomosha qilib o'tirsa bo'ladi.
Bu Minecraft'ni bug'i bo'lsa kerak. Ha, mayli. Xo'sh, bu yerda hojatxona. Bu kiyim. Kimga kerak bo'lsa olib kiyadi. Xo'sh, bu yerda qo'l yuvsa bo'ladi. Aytgancha suv chiriltirish uchun shunaqa qildim. Rangini yashil qildim. Xo'sh, bu yerda cho'mlaydigan joy. Mayli. Aytgancha mana bu nimaligini bilmayman. Chiroyli turish uchun qo'ydim. Nima qilish bilmadim. Oddiy joy bo'lib qoldi, shuning uchun o'shani qo'ydim. Lekin juda ham chiroyli bo'lgan, menga yoqdi. Xo'sh, endi boshqa joylarni ko'rsataman. Bu yerni eshigini yopamiz va 4-etajmi? Ha. 3mi yo 4mi? Ha, mayli. Xo'sh, bu yerda 2ta eshik. Bu eshikdan boshlaymiz. Agar mehmon kelsa, shu yerda yotadi. Ya'ni bu mehmon Dera. Keyingi videoda Dera bo'ladimi, yo'qmi bilmadim. Shuning uchun Dera uchun ham joy taxlab qo'ydim. Xo'sh, eshikni ochamiz va kiramiz. Aytgancha bu xonada nima qilish bilmadim va shunaqa qilib qo'yaverdim. Va yana nimadirlar chiroyli turish uchun shunaqa qilgandim. Lekin bu menga yoqyapti. Juda ham chiroyli bo'lgan. Xo'sh, mana bu yerda ham qo'yganman. Endi chiqaman. Bo'ldi. Aytgancha uyga 10dan necha baho qo'yasizlar? Xo'sh, kechasi ham tushib qolibdi. Yotib uxlashim kerak. Ha, mayli. Aytgancha keyingi video qachon chiqishini istaysizlar? Keyingi videoda yana qiziqroq narsa qo'shaman albatta. Xo'sh, endi yotib uxlayman. Hammaga xayrli tong. Xo'sh, shu yerda videoni to'xtataman. Hammaga xayr. Keyingi video qachon chiqishini istaysizlar?